Assalomu alaykum akalar, yaxshimisizlar? Kelayotgan bayramlar bilan. Aslida yangiliklar bo'ladi deb turardim, to'g'risi mana yangi yiliga o'zimiz shu kechki dasturga obeddan keyin xudo boshlanadi. O'zimiz shu magazinning oldida, katta magazinlarda katta bir o'yin qilmoqchimiz. O'tganligidan ko'ra yana ham yaxshiroq sovg'alar tikilgan. Ashuna hozir yorma malakada olib ketyapmiz. Endi hozir buni orqasida endi ikkita velosiped, ikkita televizor, smart televizor 32 ekran, ikkita kira mashina. Hozir mana shu yerda ketayotgan, qolgan narsalar magazinda ham bor. Hozir ovqatdan ham Ziyoning do'stimiz ham xohlasa atagani bor. Buni ham qo'shib sovg'alar ko'p bo'lib, katta-kichik sovg'alar qo'yilyapti. Kelinglar, ular yaqindan bo'lsa ham xudo xolasa harakat qilamiz sizlarni xursand qilib jo'natishga. Hammanglarga rahmat, katta e'tiborlar uchun. Kuzatib boringlar, xudo xolasa yangi yil kuni yana bir ajoyib narsalar xudo xolasa qo'yiladi. Harakat qilamiz sizlarni xursand qilib jo'natishga. Hammanglarga rahmat, katta e'tiborlar uchun. Kuzatib boringlar, xudo xolasa yangi yil kuni yana bir ajoyib narsalar xudo xolasa qo'yiladi. Qo'sh. Bitta, mana tagida yana bitta bor. Televizor, kino mashina, xudo xolasa. Suvlar endi jahon o'zining alohida biznesi. Bu yo'q ilan buni. Bu anaqa berdi. O joyga